20 deyman, azamat. Usta bu, buni noto'g'ri ishlayapsiz-ku, mana bu tomonga ishlayapsiz. Ha. Ko'zni ham noto'g'ri qilibsiz-da. Jiyan soat necha bo'ldi? Soat 11. Usta bu, hali endi 11 bo'libdi-da soat. Aytolmanki, bugun vaqt o'tmayapti, vaqt. Jiyancha, shu nimadir esidan chiqqandek bo'lmayaptimi? Yo'q. Yo'q. Shu o'ylab ko'r, eslab ko'r, yaxshi tur. Nimadir esidan chiqqandaksan. Yo'q. Yo'q. Usta bola qo'lni yuvsin demadimi hech kim? Usta bola o'ttiribsizlar-ku? O'tganimiz yo'q-a? G'ish qolmadi-da, shu uchun. Mana g'ish. Olmush pacha g'ish bor. Sement qolmadi deganim, sement. Mana sement, 2 tona sement. Usta bor. Yo'q, qum yo'q-a, qum. Mana qum. Bir kabas qum. Choy ichdik-da endi. Choy ham ichib turamiz. Azamat. Uyda egasi kelib desang o'lasanmi, ay? Usta bu, Ha, uyda egasi kelyapti. shogird. Ha, usta bu. Bugun nechinchi kun? Bugun 49-kun usta bu. Lekin kecha uyda egasi aytdi, kunbay bermay ekan bizga pul. G'ishti donasiga pul beraman deyapti. Seriozmi? Ha? Bizda nima bo'lmasa kunni cho'zamiz. Bilmasam o'zingiz-ku, sekin-sekin teryapsiz. Tezlashmasak bo'lmaydi lekin. Tezlashish kerak. Ha, do'stim, nasib o'ylab chiroyli qilib abul-sofkalarni boshlabsan-da? Ha, boshladim, endi bitirib olsam nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Bu ustalar qayerdan ekan? Ustalarni Qo'qondan olib kelganman. Yo'q-e? Ha, usta bola xurmali. Usta bola? Ha, yaxshi. Bor bo'ling. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Shu ustalar Qo'qondanmi? Ha. Beqirda. Azamat, ayni jo'rang va ko'z kasha qiladi. Ketdik. Yur. Usta bola, shu yil bitirasizlarmi endi? Azamat. Bu nimaga kezi topdi bu? Ko'tar ish pishingni, ko'tar. Ketdik. Usta bola, hazillashonma. Bunaqa qo'pol hazillashmang do'stim. Bunaqa qo'pol hazillashmang. Qachon berasizlar deyapsiz. Bu pulni bersangiz biz tezroq ishlasak. Ha, usta bolaga hamma pulni berganman. Qarang azamat, mana bu tomonga. Kecha pulni olganim yo'q dedingiz, olibsiz-ku. Mana orqasidan loy qurilyapti-ku. Yoniga rashk pichizladimi endi buni? Kecha menga olganim yo'q dedingiz, uyda egasi berganman deyapti. Qarab, tekis ketadi. Mana optorosiga ham mana yuzimiz yorug'da. Gapni boshqa joyga burman. Gap pul haqida ketyapti. Qani pul? Jipriqchi. 4 xalta sement sotganing shuni aytib beraman uyda egasiga. Bo'lasan qoladi. Endi usta bor, bepul ishlab beraman. Hech kimga aytmang, hayt. Ha, qiz tamom.